Qo'lni turgan qaranglar, suv, kranning suvi. Qo'lni to'ldirib berishgan. Akalar, sizlarga bitta savol bor. Qani ulaychi? Mana shu nima mana shu? Aytinglarchi, suvmi, gazmi? Ko'ringlar. Bilavering, qo'lni ushlab turavering. Ko'ringlar mana shuni. Hidi ham yo'q. Bo'ldi. Aka, sizni qo'yib yuboring. Aka, sizni olsam bo'ladimi? Qaysi zapravkada zapravka qildinglar aka? Perivaldan. O'da hidi bormi? Mana sezinglar hidi? Propanda hidi yo'q. Bu akalarimiz hop mashina propanda yurmayapti deb kelishdi. Hozir ochib ko'rsak, mana qaranglar, yerdagi suv. Agar mana shu gaz bo'lganda isparin bo'lib ketardi. Suv quyib berishibdi, bilmayman qaysi bilan sof zapravshik. Qani ulaychi aka, yana ulaylikchi. Qo'lni turgan qaranglar, suv, kranning suvi. Qo'lni to'ldirib berishgan. Endi bu topливoga yurmaydi mashina, o'shanga o'chib qolgan. Yaxshi ham ichiga ketib qolmagan, ichiga ketib qolganda qo'shimlarni ham ziyo etish mumkin edi. Ko'ringlar, kim bilsa kommentariyaga yozib qo'ysa, nima bu? Gazmi, suvmi? Qanaqa modda? Men tushunmayapman, hidi yo'q. Hozir primoy qilib magnet berib chiqarib olyapmiz, endi boshqa iloji yo'q chiqarishni. Gaz zapravkaga borganda so'rab, gazinglar yaxshimi, yo'qmi, garantiyalimi deb so'rab qo'yadigan vaqt keldi shekilli akalar. Gazni narxi oshdi. Endi odamlarning boshqa iloji yo'qdi, bir xil kim noinsof zapravkani xohlagan ishni qilyapti. Ko'ringlar mana. Bu videoni propanda yo'ladigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bor mashinamizni mana balonlarni yechib, klientimga aytib birorta hammasini to'kib beradi deyishdi. To'g'ri yechib to'kib beradigan bo'ldik. Shuncha rasxod endi klientimizga. Yaxshi maslahat beraman. Propanda zapravkada qattiq qo'ysalaring ham eng yaxshi chekin olsalaring, o'shanda ishonarli bo'ladi.